Itachi Uchiha. U boshqalardan aniq farq qiladi. U mening reanimatsion Jotsoyimga qarshilik qildi. Ammo Itachi uni kunaylar bilan to'xtatishga muvaffaq bo'ldi. Uning shuriken texnikasi. Hatto Nagato ham bundan qochib qutula olmadi. Akatsuki deb nomlangan sirli tashkilot bor. Taxminan 10 kishidan iborat. Ularning har biri S darajasidagi jinoyatchilar hisoblanadi. Ularning ichida Bargi qishlog'idan butun boshli klanni yo'q qilgan inson bor. Uning ismi esa Uchiha Itachi.